Shoirlar anorni aql idrok va quyosh mahsuli deb ta'riflashadi. Haqiqatan ham istagan nav anorni tarixi bilan qiziqsangiz, uning ustida inson aql idroki qanchalik ko'p ishlaganini, quyosh nuri uning nafis rangida mujassam ekanligini, uni tarkibida qand, limon kislotasi, turli dori-darmonlar bo'lib bezgak, qon bosimi va ichak kasalliklariga davo. Hatto uni po'stidan ham qalb tabobatida foydalanib keladilar. Daraklardan esa sanoat asosida desert yog' olinadi. Haqiqiy tavlanuvchi har qaysi 1 kilogramdan keladigan anorlar. Tatib ko'rsangiz, mazasi og'zingizda qoladi. Oh, qanday lazzat bor bu tabiat ne'matida. Shakar deysizmi, asal deb ta'riflaysizmi, bardo. Shunda ko'z oldingizda qo'li gul, mehribon, mehmondo'st, saxiy qalbli bog'bonlar gavdalanadi. Umringiz ziyoda bo'lsin, qo'lingiz dard ko'rmasin, mehnatingizga tasanno deysiz g'oyibona bo'lsa ham ana shu bog'bonlarga. Chunki xuddi shu saxovatli sohibkorlarning mehnati tufayli dasturxonimiz doimo ziynatga to'ladir. Ufuk bilan tutashib ketgan mana bu anorzorlar Surxondaryo viloyatining Sarosiyo rayonidagi Dashnobod safosiga qarashli bo'lib, bu xo'jalik anorchilikka ixtisoslashtirilgan. Ma'lumki, dehqonchilikda bir yil ikkinchisiga aslo o'xshamaydi. O'tgan yili ham safo bog'bonlar uchun oson kelgani yo'q. Bahordagi kutilmagan sovuq, bevaqt yoqqan qor yomg'irlar xo'jalik anorzorlariga ancha shikast yetkazdi. Lekin haqiqiy sohibkor har qanday sharoitda ham imkoniyat qidirib topadi. Buni yaxshi tushungan safos bog'bonlari tabiat injirliklariga qarshi siqdildan mehnat qildilar. Natijada qiyinchiliklar ortda qolib, xo'jalik anorzorlarida mo'l hosil yetildi. Ayniqsa safozning Jabbor Karimov boshchilik qilayotgan Komsomol yoshlar brigadasi bog'larida yuqori hosil yetildi. Har biri piyoladek, hatto chinni kosadek keladigan anorlar pishib yetildi. Ularga qarab turib, tabiatning mo'jizakor qo'llari novdalarga avaylab, erimni bitta-bittadan qilib anor osib qo'ygan deb o'ylaysiz. Anor juda nozik meva. U eng avvalo kenglikni, shabadani, quyosh nuriyu sof havoni yoqtiradi. Anorzorlarda odam o'zini go'yo jannatning bexish bog'iga kelib qolgandek his qiladi. Jabbor Karimov 13 yildirki, 2-brigadaga yetakchi. U boshqa brigada sohibkorlari yildan yilga anordan yuqori hosil olib kelyaptilar. Jabbor Karimov anor hosildorligini oshirish borasida tinmasdan izlanish ishlarini olib boryapti. Bunda Toshkent qishloq xo'jalik institutining sirtqi bo'limida tahsil olayotganligi qo'l kelayotir. U yetakchi bo'lgan brigadada jami 80 gektar anorzor bo'lib, shundan 66 gektari hosillik. O'tgan yili brigada sohibkorlari davlatga 350 o'rniga 452 tonna shirin shakar anor topshirib, xalqimiz dasturxonini ziynatga to'ldirdi. Anor yig'im terimida brigadaning Zaynab Yo'ldosheva, Rohatoy Sodiqova, Qurbonay Xolova singari a'zolari fidokorlik namunalarini ko'rsatdilar. Ular anorlarni o'rintirmasdan bir yo'la saralab terishga alohida e'tibor berdilar. Chunki anor novdalari tikonli bo'lib, pishib yetilgan hosilga tikonni ichi xiyol tegib ketsa ham u zaha yeb tezda chiriydi. Shuning uchun ham brigada a'zolari anorlarni juda avaylab terib oladilar. Shunday qilinsa, uzilgan anorlarni bahorga qadar saqlash mumkin. Dashnobod savg'ozi mehnatkashlari aholini qishin yozin sarxil mevalar, xususan sifatli anor bilan ta'minlash borasida boy tajriba to'plaganlar. Xuddi shu maqsadda 86-yili xo'jalikda ulkan muzxona qurilgan edi. Siz ko'rib turgan ushbu lavhalar savg'ozning ana shu xolodilnigi, ya'ni meva saqlash omborxonasida tasvirga olingan. Umumiy sig'imi 1000 tonna meva va sabzavot mahsulotlari saqlashga mo'ljallangan bu sovuqxonalarda xo'jalik dallarida yetishtirilgan ne'matlar 3-4 oy mobaynida saqlanadi. So'ng shartnoma bo'yicha savdo tashkilotlariga hamda Butunittifoq fondiga jo'natiladi. Shuni alohida ta'kidlamoq kerakki, mana shu maxsus omborda birgina meva saqlash evaziga savxoz yiliga 400-500 ming so'mdan
sof daromad olyapti. Masalan, o'tgan yilning kuzida nusxana omboriga saqlash uchun 700 tonna anor, 27 tonna shirin shakar uzum keltirilgan edi. Bu dala ne'matlari urintirilmasdan sifatli saqlash evaziga bu yil xo'jalik 700 ming so'm sof foyda oldi. Omborga tajribali mutaxassis G'ani Qodirov mudirlik qiladi. Bu yerda jami 9 kishi ishlaydi. Hammasi ham o'z ishining ustalari. Xo'jalik dehqonlari yetishtirgan noz-ne'matlarni urintirmay saqlash, el dasturxoniga yetkazib berish yo'lida fidokorlik namunasini ko'rsatib mehnat qilyaptilar. Shu kunlarda muzxonada rosa to'g'ri saqlangan anorlarni iste'molchilarga peshma-pesh jo'natish ishlari ko'ngildagidek tashkil qilinmoqda. Bu ishlarni tashkil qilishda texnolog Baxtiyor Yigitov, mexanik Fayz Berdiyev, qari haydovchisi Islomjon Xudoyqulov, yukchilardan Salomboy Suyarqulov, Xolbobo Qayumov va Sharbjon Imomovlar jonbozlik ko'rsatyaptilar. Baxtiyorjon, mana shu xolodilnigimiz bizni 86-yilda ish boshlagan. Shundan beri biz mana shu mahsulotlarni daladan oktyabr oyida uzib kelib, xolodilnikka joylaymiz. Albatta buni uzish paytida juda ham rabochilar e'tibor berib uzadi. Yaxshilab upakovka qilib bizga olib kelib topshiradi. Xolodilnikda saqlab, mana 4 oydan beri xolodilnikka shu holda saqlanib kelyapti. Bu o'zini vesini ham yo'qotmaydi, rangini ham yo'qotmaydi. Qanday uzilgan bo'lsa, hattoki mana bargi bilan ham, anorlar bargi bilan ham turibdi. Bargi ham ho'l holda turibdi. Shuning uchun bizning savqozimiz yana shu xolodilnikni kengaytirmoqchi. Kelajakda 2000 tonnaga yetkazmoqchi. Biz bu yil 700 tonna anor oldik. Shundan hozir jo'natyapmiz Soyuzli Respublika shaharlariga. Mana misol uchun Krasnoyarskga jo'natdik o'tgan kuni. Mana bugun hozir Naberejniy, Chilna, Kamaz zavodiga jo'natyapmiz. Mana shunday qilib biz do'stligimiz o'shalar bilan abadiy doim mana shunday dogovor tuzamiz. Har yili kelib biz ular bizdan shunaqa mahsulotlar olib turamiz. Mana bu yilgi yuborgan anorimiz evaziga biz Kamaz zavodidan 5 ta Kamaz mashinasi oldik. Mana ko'rib turgan mashinangiz ham hozir kelganiga 5 kun bo'ldi. Mana shunday mashinalarga biz mahsulot jo'natamiz. Mana shu saqlash evaziga qancha daromad ko'rdi savxoz bu yil? Shu yilgi saqlash evaziga biz 700 tonna anor olgan bo'lsak, 400 ming so'mdan oshiqroq sof foyda ko'ryapti mana shu bitta xolodilnikning o'zidan. Savxoz sohibkorlari ittifoqimizning 47 shahri mehnatkashlari dasturxonni meva-cheva bilan ziynatga to'ldiryapti. Shu narsa diqqatga sazovorki, ular o'tgan mavsumda Butun ittifoq fondiga har kuni muntazam suratda 200 tonnaga yetkazib anor jo'natishga muvaffaq bo'lishdi.
Ularning saxovatidan, halol mehnatlaridan Moskva, Leningrad, Irkutsk, Janubiy Saxalin, Krasnoyarsk mehnatkashlari juda mamnun bo'lishmoqda. Ana shu shaharlardan safhozga kelayotgan minnatdorchilik bildirilgan maktublar fikrimizning yorqin dalili bo'la oladi. Sariosiyo konserva zavodi Dashnobod savg'ozi idorasining shundoqqina yonginasiga joylashgan. Albatta bejiz emas. Chunki mazkur zavod xomashyo bilan asosan mana shu savg'ozdan ta'minlanadi. Ushbu kino lavhalar konserva zavodining sharbat quyish sexida tasvirga tushirilgan. Bu sexda asosan Dashnobod savg'ozi dallarida yetishtirilgan shirin shakar anorlardan shifobaxsh, lazzatli anor sharbatlari ishlab chiqarilyapti. O'tgan yili bu sexda 2.200.000 banka anor sharbati tayyorlangan edi. Jumanlazar Vahobov yetakchi bo'lgan sharbat quyish sexida 28 kishi ishlaydi. Bu yerda barcha ish jarayonlari avtomatlashtirilgan. Hozir sexda asosan 3 xil mahsulot: olma uzum ichimligi, anor va uzum sharbatlari quyilmoqda. Sexning ilg'or ishchilaridan Lutfulla Ergashev, Ashirboy Soqiyev, Ma'rifat Yorova, Saida Xoliqova va boshqalarning mehnatlari tufayli har smenada 15.000 shartli banka mahsulot ishlab chiqarishga muvaffaq bo'linyapti. Agar zavodda o'tgan yili Surxondaryo oblasti xo'jaliklari va Qashqadaryodagi Varganza savxozidan jami 910 tonna anor qabul qilib olingan bo'lsa, shundan 500 tonnasini Dashnobod savxozidan keltirilgan anorlar tashkil qiladi. O'zbekistonni tuprog'i oltin deymizmi? Respublikamizda bor yo'g'i 3 ta anorchilik savxozi bor. Surxondaryoda Dashnobod, Qashqadaryoda Varganza va Quvadagi anor nomi bilan ataluvchi savxoz. Jumhuriyatimiz uchun bu albatta juda kam. Mevazorlarni ko'paytirish kerak. Aks holda bozorlarimizda anorni narxi pasaymaydi. Shirin shakar anorlar o'zimizda yetishtirilsa-da, Sariosiyoliklar anorni bozordan osmon narxda sotib olishsin. Ana shu fikr Dashnobod savxozining direktori Abdug'affor Ahmedovni o'ylantirib qo'ydi. U xo'jalik mutaxassislari bilan maslahatlashib, rayon markazida savxozning bir emas, 2 ta firma magazin ochishga muvaffaq bo'ldi. Firma magazinlarining biri Quruvchilar posyolkasida qurildi. Unga Tabiat ehsonlari deb nom berildi. Bir e'tibor beringa, firma magazining peshtaxtalaridagi Dashnobod savxozi dallarida yetishtirilgan nozin ne'matlarning xilma-xilligini ko'rib, ko'zingiz quvonadi. Ayniqsa haqiqatdek sarxil anorlarni aytmaysizmi? Magazin hamisha xaridorlar bilan gavjum. Biz Dashnobod savxozining firma magazinida turibmiz. Men hozir xaridorlarga murojaat qilmoqchiman. Marhamat.
1989-yil 6-noyabrda Uyg'oq revolyutsiyasi arafasida mana shu Dashnobod anorchilik savxining fermer magazini ochilgandi. Bu magazinda hozirgi paytda barcha qulayliklar mavjud. Biz ilgarilari mana shu posyolkadan 4 kilometr uzoqda bo'lgan Sarosiyo va uzun posyolkalardan borib xarid qilardik shu mahsulotlarni. Endi bemalol mana shu yaqindan xarid qilyapmiz. Magazinda hozir o'sha Dashnobod anorchilik savxi yetishtirgan barcha mahsulotlar, mana shu anor, barcha sharbatli ichimliklar, o'sha poliz mahsulotlarining hammasini bemalol topa olishimiz mumkin. Otaxon, siz qanday fikrdasiz? Shu magazinda ochganda 1000 marta rahmat. Hamma narsa bor. Bozorga qaraganda 5-6 barobar arzon. Shunisiga minnatdormiz. Sizchi? Biz shu magazinni ochganda ming rahmat aytamiz. Bu magazin juda ham ozoda, savdo xodimlari juda ham chaqqon, xushfe'l, mehribon. Kirganingizda nima savdo qilishingizni ham bilmay qolasiz. Chunki bu yerda hammangiz to'kin sochin. Ming rahmat savxoz xodimlariga, shu magazinni ochgan katta boshlarga ming rahmat aytamiz. Tabiat ehsonlari magazinida anor suvi bilan xilma-xil sharbatlar ham sotiladi. Bir so'z bilan aytganda, magazin sotuvchilari Lola va Oloberdi Nurmatovlar xaridorlarga namunali savdo xizmatini ko'rsatib, ko'pchilikning hurmatiga sazovor bo'lishyapti. Shunisi diqqatga sazovorki, xuddi shunday firma magazini Uzun shahrida ham ishlab turibdi. Dashnobod savxozi tog'li zonaga joylashgan. Savxoz territoriyasida bir necha qishloqlar mavjud. Bu yerning aholisi azaldan anor yetishtirish bilan shug'ullanib keladi. Tog'ning toza havosi, so'lim tabiati Dashnobodliklarni maftun etganki, bu go'shalarda tinmay mehnat qiladilar. Hatto tog' yambag'irlarni trassa shaklida kesib, anorzorlar barpo etishyapti. Bir qarashda anorni ekib qo'yilsa bas, o'zi gullaydi, o'zi pishib yetilaveradi degan xulosaga kelish ham mumkin. Aslo bunday emas. Bog'ni boqsang, bog' bo'ladi deydi xalqimiz. Ko'chada ekkandan keyin uni sug'orish, tagini yumshatish, oziqlantirish, payvand qilish, payvandlab ketmas, tarvaqaylab ketmasligi uchun shoxlarni bir tekisda kesib borish kabi sermashaqqat tashvishlar ham bor. Bu yumushlar sohibkorlardan katta mas'uliyat va mahorat talab qiladi. Shu kunlarda savxozning bepoyon anorzorlarida ish qizg'in. Bog'bonlar asodil yeng shimarib ishlab, bu yilgi hosil uchun puxta zamin yaratyaptilar. Eng avvalo anor mahalliy o'g'itga to'ydirilmoqda. Gektar boshiga agrotexnika qoidalariga asosan 15-20 tonadan go'ng sepilib, bir paytning o'zida qator orlari yumshatib ketilyapti. Haydov traktorlarning na'rasi uzoqlarga eshitiladi. Ramazon Husanov sharob orziyib singari mexanizatorlar mevazorlarni qator orlarni kamida 20-25 sm chuqurlikda yumshatishga alohida e'tibor beryaptilar. Savxoz bosh agronomi Abdurasul Xudoyqulov, bosh injener Mirzaboy Qoraboyev, brigada boshlig'i Qurram Qo'ldoshlar ish boshida. Anorzorlarda amalga oshirilayotgan
yumush sifatini sinchiklab tekshiradilar. Anor novdalariga shakl berayotgan bog'bonlarga yo'l yo'riq ko'rsatib, qimmatli maslahatlar beradilar. Qurram Qo'ldoshev boshliq 4-brigada sohibkorlari ham o'tgan yili anordan yuqori hosil olishgan edi. Brigada tasarrufida 65 gektar anorzor bo'lib, shundan 36 gektari hosilli bog'lar. Bo'ltar azamatlar plandagi 75 tonna o'rniga 114 tonna sarxil anor yetishtirib, ularni 140% qilib uddalashga muvaffaq bo'lishgan edi. Yillik boy ishlab chiqarish tajribasiga ega bo'lgan Qurram Qo'ldoshev boshliq brigada dalasida qator rollarni yumshatish, mahalliy o'g'it sepish, novdalarga shakl berish singari agrotexnik tadbirlar xo'jalikda birinchi bo'lib amalga oshirildi. Endilikda anozorlarga yoxob suvi berilyapti. Dashnobod savxozida anorchilik yil sayin rivojlanib, rentabelli sohaga aylanib borayotir. Xo'sh, yutuqlarning asosiy omili nimada? Qolaversa, xo'jalikda qanday muammolar bor? Ana shular haqida savxoz direktori shunday hikoya qiladi. Azamat dehqonlarimiz o'zlarining juda shirin shakar mevalarini yetkazib berib, mamlakatimiz xalqiga, uzoq respublika shaharlarimizga o'zlarining shirin shakar mevalarini yetkazib berib, xalqi dasturxonini to'kin sochin qilish bilan shug'ullanadilar. Biz asosan xo'jaligimiz anorchilikka mo'ljallangan. Xo'jaligimizda 1018 gektar anorzor bo'lib, shu anorzorlarimizdan 800 gektar hosilga kirgan bo'lib, shu 800 gektar hosilga kirgan anorzordan dehqonlarimiz 4000 tonnadan oshiq anor mahsulot yetkazib, xalqimiz dasturxoniga yetkazib bermoqdalar. Anorchilik bizdan qadim zamondan rivojlangan bo'lib, eskidan ota-bolalarimiz ham anor yetishib kelishgan. Bizda savxozimiz 79-yilda tashkil bo'lib, asta-sekin hosildorlikni o'stira borib, hozirgi paytda mana shu 8 gektar mavjud anorzorlardan o'rtacha 55 mingdan hosil yetishtirmoqdalar savxozimiz bo'yicha. Jami yetishtirgan hosilimiz 4000 tonnadan oshib qoldi hozirgi kunda. Bu yutuqlarga erishishda brigada a'zolarimiz Karim Abjabarvoy, Karim Nurmatoy brigadalari, Eshonquli Islom brigadasi mehnatdoshlari, Jo'raqul Rustamboy brigadasining mehnatdoshlari, dehqonlari juda yaxshi xizmat qilib, ushbu yutuqlarga erishishga o'z hissalarini qo'shyaptilar. Mana hozirgi paytda anorzorlarimizda kelgusi yil hosiliga qizg'in tayyorgarlik ketyapti. Anorlarga ishlov berilyapti, ularni kesish ishlari, shakl berish ishlari, tagiga ishlov berish ishlari va mahalliy o'g'itlar, mineral o'g'itlar berish ishlari amalga oshirilyapti. Dallarimizga yahob suvlar berilyapti. Bu ishlarni bajarishda yuqorida nomlari tilga olingan brigadlarimiz yana ham yaxshi natijalarga erishib, boshqa brigadalarimizga o'rnak bo'lishyapti. Ishlarimizga, dehqonlarimizga biz bu yutuqlarimizdan tushgan daromadlar hisobidan sosial masalalarni rivojlantirishga ham juda yaxshi e'tibor beryapmiz. Hozirgi kunda kolxozchilarimiz ishlarimizga uy-joy problemasini hal qilish birinchi masala bo'lib qolyapti. Mana O'zbekiston Kompartiyasining qarori chiqqandan keyin bu masala birinchi o'ringa surib qo'yildi. Hozirgi paytda shu kunduzda biz 170 yosh oilalarga uy-joy qurish uchun yer uchastkalari berdik. Yana bu jihatdagi ishlarimizni yana kengaytirishga harakat qilyapmiz. Qo'shimcha yana 600 xo'jalikka tomorqa uchastkasi berish ko'zda tutilgan. Bu ko'zda tutilgan maqsadlar ham shu erta-indin kecha kunduzga amalga oshiriladi. Mutaxassislarimiz bu sohada ishlashyapti.
Bundan tashqari savxozimizda 89-yilda, o'tgan 89-yilda 29 xo'jalikka kooperativ uylar qurib berilib, foydalanishga topshirildi. Savxozimizda mevachilik bu juda rentabel sohaga aylanib boryapti. Bu yildan yilga bu sohadan olayotgan hosildorligimiz, oladigan yutuqlarimiz juda katta bo'lyapti. Mana o'tgan 89-yilda mevachilik sohasidan va hamma sohalardan olgan yutuqlarimiz planda ko'rsatilgan 2,7 million o'rniga 4 million so'mni sof foyda tashkil etdi. Savxozimizda shu yutuqlar bilan birgalikda bir qancha muammolar ham bor. Bizda suv bilan ta'minlaydigan Obzarang daryosining suvidan foydalanamiz. Bizda sezondagi aytgan paytlarimiz iyul, avgust, sentyabr oylarida bu suvni ta'minoti 42% tashkil qiladi. Bu sohadagi ishlarimizga yuqori tashkilotlar yordam berishib, To'palang daryosidan qurilayotgan suv omboridan Hasanxon kanali orqali kelayotgan kanal orqali nasos stansiyasi qurib berib, xalqimizga bundan ham ko'p meva mahsulotlar yetkazib berish imkoniyati bor edi. Tojikiston alyumin zavodining zararidir. Bu zavodning zarari nafaqat mevachilikka, odamlarimizga ham, xalqchilarimizga, mehnatkaşlarimizga ham juda katta ziyon ko'rsatyapti. Bolalarimiz o'rtasida kasallik juda yuqori bo'lyapti. Boshqa oblastimizning boshqa yuqori rayonlariga qaraganda bizning rayonimizda, bizning savxozimiz territoriyasida bolalar o'rtasida kasallik 2 martadan oshiq o'sib ketyapti. Chala tug'ilish hollari hosil bo'lyapti. Bolalarning chala tug'ilish hollari. Chorva ommalarimizda buzoqlarning tishlari bo'lmaslik hollari bo'lib qolyapti bu narsalarda. Bu sohalar muammolar ham juda keskin tus olyapti. Bundan tashqari mevachiligimizda bizning mana shu mavjud 1018 gektar anorzorimizning hosili kirgan 800 gektaridan 280 gektari mana shu bevosita alyumin zavodining ta'sir zonasida joylashgan. Biz o'ylaymizki, respublikamiz hukumat rahbarlari va ittifoq hukumat rahbarlari bu alyumin zavodining ta'sirini kamaytirish, bog'dorchilikka, birinchi navbatda inson mehnatkaşlarimizning ta'sirini kamaytirish maqsadida bu alyumin zavodini yopish degan maqsad menimcha noto'g'ri bo'lardi, chunki davlatning katta mablag'lari bu zavodga sarflangan. Shu zavodni sexlarni boshqa profilga, boshqa mahsulotlar ishlab chiqarishga o'zgartirganlarda juda maqsadga muvofiq bo'lib, bundan mana shu ajoyib vohada joylashgan xalqimizni vabodan qutqargan bo'lardilar. 3-muammomiz ham bor bu yerda. 3-muammomiz mana biz yilning boshidan beri 89-yili oblastimizda o'z Prodovosh birlashmasi tuzilgandi. Meva sabzavotchilik birlashmasi. Shu birlashmaga biz ixtiyoriga o'tgandik. Bu birlashma ixtiyoriga o'tganimizda bu birlashma bevosita bog'dorchilikka ixtisoslashgan bo'lganligi uchun bizni bog'dorchilikka bo'lgan muammolarimizni hal qilishga, texnika bilan ta'minlashga, chunki bog'dorchilikda ishlaydigan texnikalar juda tanqis texnikalar, ularni bevosita shug'ullanadigan tashkilot topib bermasa, boshqa paxtachilikka ixtisoslashgan texnikalar bilan bog'lar ishlash juda qiyin bo'ladi. Bu ham menimcha o'z xo'jalik rahbari sifatida shuni aytmoqchimanki, bog'dorchilik xo'jaliklari adil bo'lakcha birlashma bo'lib, o'zlari boshqa bir bo'lak tashkilotga bo'ysunib, shu sohadagi ishlarni rivojlantirganlarida xalqimiz dasturlarni ko'proq meva yetkazib berishga, xalqimiz dasturlarning to'kin sochin bo'lishiga juda katta hissa qo'shgan bo'lardi. Dashnobod savxozining ahil kollektivi yuksalishning oydin yo'liga chiqib oldi. Ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz. Xo'jalikning mehri daryo, o'zlari a'lo sohibkorlarga sihat salomatlik va ularning bunyodkorlik ishlarida sarbaland yutuqlar tilaymiz.